kafega kirib xamirsiz lavash zakaz qiling. Qani? Bugun sizlar bilan kafega kirib xamirsiz lavash zakaz qilib ko'ramiz. Sizlarni bilmadim-ku, menga ofitsiant emotsiya juda ham qiziq. To'g'risi boshda rosa hijolat bo'ldim. Xamirsiz lavash ham zakaz qilsa bo'ladimi? Lekin irisdagilar biz uchun shu narsani qilib berishmoqchi bo'ldi. Qay tarzda kelishini hozirlar bilan ko'rib chiqamiz. Zakazni berdik, endi kelishini kutib tursak bo'lgani. Shu vaqt ichida hozir ham menga podpiska bosib qo'yinglar. Yil oxirigacha 100 mingta podpischik bo'lishimiz kerak. Hash-pash deganimizcha bizning xamirsiz lavashimiz ham tayyor bo'ldi. Sizlarga qiziq bo'lsa, hozir uni yeyilish tarzini ham ko'rsataman. To'g'risi juda ham so'shli va go'shtlari ham yangi, juda maza qilib yeydigan lavash bo'lgan ekan. Hozir xamirsiz lavashni sizlarga qanday yeyish mumkinligini ko'rsatib beraman o'rtoqlar. Xuddi hindistonliklar kabi. Orqadan ko'rganlar meni hindistonlik deb o'ylasa kerak. Sochim ham, ovqatlanishim ham hindlarniki bilan bir xil bo'lib qoldi. Sizlar bo'lsa hozir kommentariyaga keyingi videoda qanaqa shart bajarishimizni yozib ketinglar. Xamirsiz lavashimizni ham oxirigacha yeb oldik. Video sizlarga yoqqan bo'lsa bizga like bosishni esdan chiqarmanglar. Rahmat.